Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari. Navbatdagi video suhbatimizda danakli va urug'li mevalarning kasalliklari bo'yicha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatimizda teshikchali dog'lanish, ya'ni klasterosporioz degan kasallik, zamburug'li kasallik bilan sizlarni tanishtiramiz. Bu kasallik danakli mevalarda, ayniqsa o'rikda ko'p tarqalgan bo'lib, kurtaklari, gullari, gul tuganaklari, mevalari, barglari, novda va shoxlarini zararlaydi, ya'ni kasallantiradi. Kasallik tushadi. Kasallikni Clescoporium corpophylium oilasiga mansub zamburug'lar keltirib chiqarar ekan. Kasallikning ko'rinishi kurtaklarda, barglarda, mevalarda va yashil novdalarda oldini yaltiroq mum surtilganga o'xshash dog'lar paydo bo'lib, keyinchalik dog'lar qo'ng'ir tusga kiradi va kurtak, barg va meva yuzlarida teshikchalar, dog'lar hosil qila boshlaydi. Bu kasallik tushgan organlarda o'zgarishlar yuzaga kelib, o'sishga, rivojlanishga va mevaning tovarlik sifatini pasayishiga olib keladi. Bunday holat ayniqsa o'rikda ko'p kuzatilgan. Kasallik tarqatuvchi zamburug' sporalari daraxt tanasida, xazonlarda qolib qishlar ekan. Zamburug' sporalari yomg'ir va shamol yordamida tez tarqalar ekan. Bu kasallikning eng xavfli tomoni qishlab qolgan zamburug'lar ham kurtaklarda ularni qish davomida zararlashi, natijada daraxtning bahorda uyg'onishi va kurtaklarning bo'rtishi, izdan chiqib ketishi mumkin ekan. Novda va yaproqlarning ko'plab zararlanishi bu shoftoli meva daraxtida ko'plab uchrar ekan. Gilosda esa qo'ng'ir dog'lar barg chetlarida paydo bo'la boshlab, xuddi hasharot yeb qo'ygandek barglarda teshikchalar paydo bo'la boshlar ekan. Bu kasallik daraxtning asosan pastki qismlarida ko'proq uchrab turar ekan. Kurash choralarini biz kompleks ravishda olib borsak, ya'ni kuz oylaridan boshlab zararlangan novda va shoxlar olib tashlanib, barglar yig'ishtirilib yo'q qilinsa, so'ngra esa meva daraxti moyli emulsiyali preparatlardan foydalanib, kamida 2 marta meva daraxtining tanasi aziz bog'bonlar va tomorqa egalari, yuqoridagi tavsiyalarimizga asoslanmasdan oldin esa barcha zararli hasharotlarga kurash tizimini yo'lga qo'ysangiz bilan ushlangiz tavsiya qilinadi. Bog' eking Gullash oldidan va gullagandan keyingi 2 haftalarda fungitsid